nonni orasiga igna qo'shib berdi qo'shnilarimiz. O'zimizni Mingbuloq tumani Eshinchi qishlog'iga kelganmiz. Bu yerda achinarli voqea ro'y bergan. Bu itimiz 3 kundan beri shunday yotibdi. Egasidan anamniz ma'lumotlar so'ralganda, nonni orasiga igna qo'shib berdi qo'shnilarimiz degan gapni aytishyapti. Bu o'ta darajada bir vahshiylik. Agar itni ziyoni tegayotgan bo'lsa, egasiga ayttirib chora ko'rish kerak. Hayvonda o'ziga bu darajada azob berish yaxshi emas. 3 kundan beri xuddi shunday yotibdi. Hayvon o'rnidan turishga harakat qilsa yoki qimirlasa, ovoz chiqaryapti, qiynanyapti, nimadir sanchilganga o'xshaydi deyishyapti. Hozir ko'rgani kelganmiz. Ilojini boricha yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Tomog'igacha, o'sha halqum qismigacha bo'lgan qismda agar sanchilib qolgan bo'lsa, olib tashlash iloji bor. Hozirgi sharoitimizda ilojini boricha yordam ko'rsatishga harakat qilamiz.